Ro'shanbekdan trekker 2 olib, oyog'ingiz yerdan uzilib oldi uka. Yo'q, qanaqa uzulish, qishda beton quyaverib, oyog'im og'riydigan bo'lib qoldi. Ishlamaysam och qolaman. Ha, oyoqsangizga bir narsa qo'ymas. Isgana narsa yo'q-da. Ya uka, e'tibor aytmaysan. Mana bunaqa narsa bor uka. Buni shunday olasiz-da. Bitta oyog'ingizga bitta Nima o'zi bu? Bu tobli pol bo'ladi. Bitta to'kka qo'yasiz, xolasingiz yotib olasiz. Xolasiz beton tevasida qo'ysangiz bo'ladi. Eng qizig'i bu любой joyga ketaveradi, suqib ishlatsangiz bo'laveradi. Kvadrat metr narxi keladigan bo'lsa, uka, atigi 200 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari bu yerda tobli pollarda eng arzoni bo'ladi. Xohlasangiz tobli polda kabelnis bo'ladi. Eng arzon narxi 14 ming so'mdan boshlab turadi. 1 metr 19 ming so'mgacha bo'ladi. Xohlasangiz mana bunday bor. Kafel tagidan qo'ysangiz bo'ladi. 1 kvadrat metr atigi 150 ming so'm bo'ladi. Xohlasangiz rulonli bo'ladi. Buni kvadrat metr narxiga keladigan bo'lsak 33 ming so'mdan boshlab turib 45 ming so'mgacha bo'ladi. Bu aytilayotgan narxlar donaga hamda kvadrat metriga bo'ladi. Agar xohlasangiz optimga olaman desangiz bundan ham arzonroq narxga berishadi. Undan tashqari tobli polga nima zarur bo'lsa, eng arzon narxlarda Koreyadan Primo akalarimiz olib kelishadi. Biz turgan joy Namangan Jahon bozori, ya'ni Lola bozorida turibmiz. Muzaffar do'konda. Biz zakaz berish uchun ukamiz nomerlarini pastga qoldirdik.